Voy, qaysi duolaringizda so'rovdingiz mendagi food blogeri? Nima ishlatayotganimni ipidan ignasigacha aytsam, video tayyorlab qo'ysam, kamiga описаниеga retseptini ham yozib qo'ysam, bitta like bosamizmi? Hech ham, erim men aytib turaman, boshlang. Un bilan margarinni urvoq qilib, bitta tuxum bilan qaymog'imizni qo'shib, uksus bilan chayni sodani o'ldirib qo'shib yuboramiz. Agar sizda kristallichskiy vanilin bo'lsa, uni suvga aralashtirib, ozgina qo'shasiz. Shakar solasiz, keyin ketidan ozgina razrihlitil qo'shasiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qurasiz. Men unni hammasini qo'shib yuborganim uchun qattiqroq xamir bo'lib qoldi. Siz bu xatoni takrorlamang. Xamir tinib turguncha nachinkasini ham tayyorlab qo'ying. Olcha, olma ustidan shakari solasiz, gazga qo'yib yaxshilab aralashtirasiz. Suvi chiqqandan keyin bitta kukuruzli kraxmal qo'shib yuborsangiz, xuddi shunaqa quyuq holatga keladi. Xamir ustidan nachinka solasiz, hamda ozgina xamir olib qoldim, o'shani yoyib chetlari uchun ishlatib yubordim. 35-40 daqiqaga duxovkaga ravona qilamiz. Duoingiz ijobati tayyor.